Bugungi ishlarimiz rutinalik to'g'rimizga karotka alishtirish jarayonida biza ikki tarafni ham qo'llarni ochib olamiz. Karotkalarni alishtirib, troslarni qaytadan tortib, chiroyli qilib o'tirib beramiz asosida. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Barcha turdagi xizmatlari bizlarda mavjud. To'g'rimiz karotka alishtirish jarayonini qisqa lavhalar. Buni biz seylovchi bo'ldik, sababi yog'lanadigan nuqtalar bor, bo'shab qolgan nuqtalari bor ekan. O'sha hisobida faolni yog'lar, chiroyli qilib. Mana bu taksini 160 modeldagi ekan bu karotkamiz. 130 taligi bor, 160, 180 taligi bor. Davay. 160 taligidan chiroyli qilib ustanovka qilib beramiz. Buni karotkani o'zini o'rnatish jarayonida bu darajada ochish shart emas o'zi, lekin bu yog'lanadigan nuqtalar qo'tiradigan variantlar borligi uchun biz seylik spesiallarni ham o'chib olib, chiroyli qilib, moylab qaytadan ustanovka qilib beramiz.